Bugun tirjayib chiqadigan syomkalarim ko'p deb, ertamatdan turib vannaga kirib 20-80 pro zubnoy pastalarni tishimni yuvatdim. Avara yuzedinimi tachmi deb kirib keluvdilar. Ularga ham zubnoy pastadan qo'yib, endi romantika qilyotdik. Bizning romantikamizning orqasidan paydo bo'lgan 3 ta zapchasimiz romantikani beliga tepib, yugurib kirib kelishdi. Aynan shu pastalarni har bitta bolamning yoshiga mos tushadigan zubnoy pastalari ham bor. Bitta-bittadan hammasini tishini yuvib, chiroyli qilib ularni ham oqartirib qo'ydik. Biz nima qilsak, ular ham shuni qilish kerak-ku axir. Keyin hammasini ko'chaga chiqazib, o'zimga uxot qilishim kerak, adasi boradigan joylarim bor deb, ichimdan eshikni quplab oldim. Ayol kishini ko'rki, bu uni xulqi degan maqol mendan bitta mahalladan aylanib o'tib ketgan. Sababi men o'zimni ko'rkimni sochlarimda deb bilaman va shuning uchun keraksiz shampunlarni tanlaganman. Keraksiz shampunlari sochinglarni zo'r yaltiratib beradi. Ayniqsa, balzamini etmasa ham bo'ladi. Shundan so'rasizlar, uzoq ushlab turishingiz ham shart emas. Sochinglarni yumshoq beradi. Menga o'xshab shoshib yuradigan ayollar uchun juda ham qulay. Endi sochlarimni quritib, oynaga termilib tursam, bo'ldi-ya, bolaqon. ertalabdan uxot qilishga ham qo'yishmaydi. Avoy, bu sochlarini yuvib, namcha ochilib ketding. Shampunlar hidini qarang. Bizga yo'qmi? Voy, sizga o'zi shu haqida aytmoqchidim. Keraksiz proaktivmi? Erkaklar uchun bosh terisidagi muammolar, qazg'oq, soch to'kilishiga qarshi innovatsion yechim aynan shu shampundan topasiz. Undan tashqari sochingizga juda ham xushbo'y hid bag'ishlaydi.